Yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun belgilangan jarima ballari. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34.1 moddasiga asosan haydovchilar tomonidan sodir etilgan yo'l harakati qoidabuzarligi uchun jarima ballari va miqdorlari quyidagi moddalar asosida belgilanadi. 125-modda. Transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish. 3-qism. Haydovchilarning tormoz tizimida, rul boshqaruvida yoki ulovchi qurilmada nosozligi bo'lgan yoxud tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlangan transport vositalarini boshqarishi. 5-qism. Foydalanish belgilangan tartibda man etilgan transport vositalarini, xuddi shuningdek, davlat raqam belgisi o'zboshimchalik bilan yechib olingan transport vositalarini boshqarish. 126-modda. Ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali, shuningdek, tevarak atrofni ko'rishni cheklaydigan qoplamali transport vositalaridan foydalanish. 1-qism. Texnik reglamentga muvofiq bo'lmagan ko'zgusimon va yoki tusi o'zgartirilgan, qoraytirilgan oynali transport vositalaridan, xuddi shuningdek, haydovchining o'rnidan tevarak atrofni ko'rishni cheklaydigan qo'shimcha narsalar o'rnatilgan yoki qoplamalar surtilgan transport vositalaridan foydalanish, bundan oynalar tusini o'zgartirish, qoraytirish uchun tegishli ruxsatnoma berilgan transport vositalari mustasno. 2-qism. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa. 127-modda. Transport vositalarining tovush chiqaruvchi, yorituvchi va boshqa qurilmalaridan foydalanish, ularni o'rnatish qoidalarini buzish. 1-qism. Tovush signalini sababsiz berish, transport vositalariga uni ishlab chiqargan korxona nazarda tutmagan tovush chiqaruvchi va yorituvchi qurilmalarni o'rnatish, xuddi shuningdek, ularni o'zgartirib o'rnatish. 128-3-modda. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini oshirib yuborishi. 1-qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. 2-qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 20 km dan ortiq, lekin 40 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. 3-qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 40 km dan ortiq, lekin 60 km dan ko'p bo'lmagan kattalikda oshirib yuborishi. 4-qism. Transport vositalari haydovchilarining belgilangan harakat tezligini soatiga 60 km dan ortiq kattalikda oshirib yuborishi.